Olmaliqliklar, bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, ortimda turgan Zermo brendiga tegishli suv isitgichini shundoqga yutib olsanglar bo'ladi. Yaqinda qish kirib keladi, agar siz uy qurib qo'yib, oshxona yoki hammomga shunaqa suv isitgichidan olmagan bo'lsangiz, hozir sizga ishonchlisidan, sifatlisidan ko'rsataman. Zermo brendi 10 yildan ortiq vaqt mobaynida o'zini mijozlariga Italiya komponentlari asosida ishlab chiqarilgan o'zimizning milliy mahsulotni taqdim etib kelmoqda. Premium darajadagi suv isitgichini arzon narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Boshqa suv isitgichlardan farqi, agar muammo chiqadigan bo'lsa, 3 kunda hal qilib berishadi. Zermo brendiga tegishli suv isitgichlarini 30, 50, 80, hattoki 100 litrgacha topsanglar bo'ladi. Voy, buncha og'ir. Agar siz Zermo brendini Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'ysangiz, har oyda naqd 80 litrli suv isitgichini kommentariyada random orqali g'oliblarni aniqlab sovg'a qilishar ekan. Eng zo'richi 5-oktyabr kuni navbatdagi g'olib aniq bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang, balki bu sizga nasib qilib qolar. Xullas, Olmaliq shahri bo'yicha yetkazib berish mutlaqo bepul. Zermo brendini nafaqat Olmaliqda, balki Angrenda ham filiallari mavjud. Manzil esa Katta bozor, bu tomonda Xo'zmeli, bu tomonda esa Taxta bozor joylashgan. Do'konning nomi esa tepada, Water Pro Origin.